Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars bog'lovchisi haqida ma'lumot beraman. Dars bog'lovchisi ki yoki ekanligini degan ma'nolarni anglatadi. Hauptsatz bu bosh gap, Nebensatz bu ergashgan gap. Das Nebensatz ya'ni ergashgan gap tarkibida bo'ladi. Ega kesim ikkinchi darajali gap bo'lagi bu bosh gapimizga tegishli va virguldan keyin das keladi va so'ngra ega ikkinchi darajali gap bo'lagi va oxirida kesim. Das bog'lovchisi qo'llanilganda fe'l gapning oxirida turadi har doim. Birinchi misolimizga e'tibor beramiz. Ich weiß, dass du uns heute besuchst. Men bilamanki, sen biznikiga tashrif buyurasan. Hat gesagt, dass das Wetter morgen schön wird. U aytdiki, ertaga ob-havo yaxshi bo'ladi. Ich finde es schade, dass sie nicht kommt. Men uning kelmasligidan afsusdaman. Yoki bo'lmasam, men afsusdamanki, u bugun kela olmaydi. Xo'p, aytadigan yana bitta narsamiz, modal fe'llar yoki bo'lmasam o'tgan zamon perfekt zamonlari qo'llanilganda modal fe'llarimiz va yordamchi fe'llar gapning qaysi joyida turadi degan savolga javob berib o'tib ketaman. Bunga misol qilib, ich weiß, dass du heute nicht kommen kannst. Mana kannst modal fe'limiz oxirida shakllangan turibdi. Men bilamanki, sen bugun kela olmaysan. Yoki bo'lmasam, ich weiß, dass sie dieses Buch gelesen haben. Men bilamanki, ular kitobni o'qib bo'lishgan. Mana haben ham gapning oxirida turibdi. Qisqacha shulardan iborat edi. Sizlarga bitta mashq. Men o'ylaymanki, poyezd vaqtida keladi. Shuni nemischasini izohlarda yozib qoldiring. Deutsch Max bilan nemis tilini oson o'rganing. Hammaga rahmat.